Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Bugun bu olib borilayotgan brifingimizda Qorovulbozor tuman pensiya jamg'armasi bo'limida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan qisqacha axborot berib o'taman. Tumanimiz bo'yicha jami 2400 nafar pensionerlar mavjud bo'lib, pensionerlarga har oyda 5 milliard 600 million so'm pensiya to'lanadi. Shundan 2300 nafar pensionerlarga 5 milliard so'm miqdoridagi pensiya har oyning 1-sanasidan 4-sanasigacha bank plastik kartalariga yuklab berilmoqda. Hammalaringizni xabarlaringiz bor. Hurmatli prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan oxirgi 4-5 yil ichida pensiya jamg'armasi tizimida fuqarolarimiz uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qancha qaror va farmonlar chiqarilib, ushbu qarorlarni bajarish bo'yicha bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 2023-yil 31-oktyabrdagi 353-sonli qarorlariga asosan 2025-yilning 1-mart sanasidan boshlab yoshga doir pensiyalar proaktiv shaklda tayinlanib kelmoqda. Ya'ni ayollar 55 yoshda, erkaklar 60 yoshga to'lganda pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagan holda arizalar fuqarolarning tug'ilgan kunida pensiya tayinlash bo'limiga kelib tushadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 194-sonli farmoniga asosan 2025-yilning 1-iyulidan boshlab yana bir yengillik fuqarolarimizga nogironlik pensiya tayinlash proaktiv shaklga o'tdi. Ya'ni nogironlik guruhi belgilanganda va nogironlik pensiya tayinlangandan so'ng ishlagan fuqarolarning har 2 yilda ishlagan mehnat stajlari fuqarolarimizning pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasdan avtomatik tarzda arizalar kelishi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, 105-sonli qarorda 2025-yil 1-noyabrga qadar Mudofaa vazirligi mudofaa ishlari organlarida ro'yxatda turgan va pensiya tayinlanayotgan fuqarolarning harbiy xizmatni o'tagan davri to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamli hukumat tizimining idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali pensiya jamg'armasi axborot tizimiga taqdim etish bo'yicha integratsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Ya'ni erkaklarimiz harbiy xizmatda xizmat qilgan davrlari ham mehnat stajiga qo'shib hisoblanadi. 2026-yil 1-avgustga qadar Oliy ta'lim va fan innovatsiyalar vazirligi tomonidan fuqarolarning oliy ta'lim muassasalaridagi o'qish davri to'g'risidagi ma'lumotlarni to'liq raqamlashtiriladi. Oliy ta'lim, kunduzgi o'qish davrlari ham pensiya tayinlashda mehnat stajiga qo'shib hisoblash pensiya qonunchiligida ko'zda tutilgan. Bugungi kunda umumiy yoshga doir pensiyalar hamda nogironlik pensiyalari fuqarolarning murojaatisiz proaktiv shaklda tayinlash joriy etilgan. Bundan tashqari, amaldagi qonunchilikka muvofiq ayrim shaxslarda muddatidan avval pensiyaga chiqish imtiyozlari mavjud. Jumladan, ayollar 20 yil ish stajiga ega bo'lgan taqdirda 54 yoshdan, ya'ni umumiy belgilangan pensiya yoshi 1 yilga qisqartirilgan holda yoshga doir pensiya olish huquqiga ega. Ma'lumot uchun, mazkur huquq 1999-yildan amalga oshirilgan. Texnologiyadagi ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi o'zgarishlar, xodimlar soni qisqarishi yoki korxonaning tugatilishi munosabati bilan ishdan ozod qilingan va ishsiz deb e'tirof etilgan shaxslar pensiya yoshidan 2 yil oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega. Ma'lumot uchun, mazkur imtiyoz 1994-yildan beri amalda. Pensiya tizimida xizmatlarni to'liq raqamlashtirish maqsadida 2026-yilda bosqichma-bosqich boshqa turdagi pensiyalarni ham proaktiv shaklga o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror loyihasi xalq muhokamasiga chiqarildi. Ushbu loyihada mazkur imtiyozli pensiyalar ham fuqaroning murojaatisiz proaktiv shaklga o'tkazish ko'zda tutilgan. Muhim jihati, ommaviy axborot vositalari va fuqarolar o'rtasida turli talqinlarni oldini olish maqsadida shuni ma'lum qilamizki, qaror loyihasida pensiya yoshini o'zgartirish bo'yicha takliflar mavjud emas.
balki amaldagi mavjud bo'lgan huquqlar saqlanib qolganda faqatgina pensiyalarni fuqaroning alohida murojaatisiz, inson omilisiz, proaktiv, ya'ni avtomatlashtirilgan shaklda tayinlash nazarda tutilmoqda. Hurmatli tumandoshlar, bu brifingdan foydalanib sizga shuni ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda tumanda proaktiv kelayotgan pensiya ishi arizalarining ba'zilari rad bo'lmoqda. Sababi fuqarolarimiz tomonidan mehnat faoliyatlari, ishlagan ish stajlari yagona mehnat milliy tizimiga raqamlashtirilmaganligidan hamda ishlovchi fuqarolarimizni oldingi ish stajlarini ish joyidan raqamlashtirilmaganligidir. Sizlarga ushbu brifing orqali murojaatimiz shundan iboratki, siz yoshga doir pensiyaga chiqishingiz uchun undan oldin barchalaringiz ishlab turgan korxonangizdagi kadrlar bo'limiga murojaat qilgan holda mehnat daftarchalaringizni raqamlashtirishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz bugungi kunda hech qanday faoliyat olib bormayotgan bo'lsangiz, tuman bandlikka ko'maklash markazlariga murojaat qilib, mehnat daftarchalaringizni raqamlashtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ushbu yuqorida ko'rsatib o'tilgan qarorlar mohiyatlari bo'yicha savollaringiz bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.